10 minutda tayyor bo'ladigan baqlajon ikrasini tayyorlashni o'rgataman. Xohlasangiz garnir sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Birinchi bo'lib bir dona baqlajonni po'stlog'idan artib, tozalab, mayda-mayda kubik to'g'rab, qizib turgan yog'da qovurishni boshlaymiz. Baqlajonimiz tillarang bo'lib qizarib olgungacha ikkita piyozni artib, mayda-mayda qilib to'g'rab, qovurishda davom etamiz. Piyozlarimiz o'lganidan keyin chesnok va dungan qalampirdan solib, uni ham qovurishda davom etamiz. Endi olovni pasaytirib, bir dona qizil bulg'or qalampirdan mayda kubik to'g'rab, uni ham qovurishda davom etamiz. Taxminan 5 daqiqa past olovda qovurilgan sabzavotlar ezilishni boshlaganidan so'ng 3 ta pomidorni mayda kubik to'g'rab, tuzlarini ko'rib, bir bog' kashinch to'g'rab, yaxshilab aralashtirib, issiqlikda yoki sovuqligida ham tanovul qilishingiz mumkin.